Agar siz Angliya davlatida osongina ish topishni xohlasangiz va firibgarlarga aldanib qolishni xohlamasangiz, unda ushbu video aynan siz uchun. Chrome ilovasiga kiramiz, qidiruv tugmasini bosib, Go UK Find a Job so'zlarini yozib, qidirishni boshlaymiz. Birinchi chiqqan sayt, ya'ni www.go.uk saytini Find a Job bo'limiga ustiga bosamiz va yashil tugma, ya'ni Start Now tugmasini ustiga bosamiz. Xo'p, bu yerda birinchi qatorga o'zimizni kasbimiz, ikkinchi qatorga biz ish qidirayotgan region yozishimiz kerak. Biz bricklayer yozamiz. Bu g'isht teruvchi degani. Regionga London. Va search tugmasini bosamiz. Ko'rishlaring mumkin, 10 ta yangi vakansiya mavjud. Ushbu go.uk sayti Angliya hukumatining rasmiy veb-sayti hisoblanadi. Barcha vizalarga xuddi shu sayt orqali hujjat topshirasiz va ushbu sayt orqali siz bemalol rasmiy ish beruvchi yoki rasmiy homiylarni ham topishingiz mumkin. Birinchi ish beruvchiga bosdik, e'lon ustiga bosdik va ko'rib turishingiz mumkin, barcha ish haqida kerakli ma'lumotlar belgilangan, yozilgan. Hamma narsani o'qib chiqib, agar o'zimizga to'g'ri kelsa, apply for this job tugmasini bosamiz. Ushbu saytdagi ishlarga apply qilish uchun, ya'ni ro'yxatdan o'tish uchun siz avval saytda o'zida ro'yxatdan o'tishingiz kerak bo'ladi. Agar sayt o'zida ro'yxatdan o'tgan bo'lsangiz, xuddi shu emailga, Gmail yoki email adresingizda va passwordga bu o'sha Gmailingizni parolini yozishingiz kerak va sign in tugmasini bosishingiz kerak, ya'ni kirish tugmasini bosishingiz kerak bo'ladi. Agar siz ro'yxatdan o'tgan bo'lsangiz, agar siz ro'yxatdan o'tmagan bo'lsangiz, ushbu saytda don't have an account tugmasini pastidagi create an account tugmasini bosamiz va avval saytda ro'yxatdan o'tamiz. Bunga kerak bo'ladi ro'yxatdan o'tish uchun faqatgina bir dona email yoki Gmail adres. Verify your email address, ya'ni email adresimizga xabar keldi. Tasdiqlashimiz kerak. Tasdiqlash tugmasini bosamiz. Bo'ldi. Emailni tasdiqladik va o'z-o'zidan akkauntga kirdik. Search for jobs tugmasini bosamiz. Yana xuddi o'sha boshida ko'rsatgan harakatimni qaytaramiz. Bricklayer London UK search. Xuddi o'sha ishga kirdik yana. Xo'p, endi mana apply for this job qilsak bo'ladi. Bemalol inshaalloh. Bo'ldi. Bu sayt avtomatik o'zi sizni ko'p holatlarda o'sha ish beruvchining rasmiy saytiga o'tkazadi. Bu yerdagi e'lonni ustiga bosib kirganingizdan keyin ko'p holatlarda. Xo'p, before your apply o'qib chiqishimiz kerak. Never include any of the following in your application CV or cover letter. Xo'p, shu narsalarni qo'shmasligingiz kerak bo'ladi CVga yoki ish beruvchiga yozadigan cover letteringizga. Ko'rishingiz mumkin. Bank detallar, national insurance number, date of birth. Xo'p, continue with your application tugmasini bosamiz va ro'yxatdan o'tishni boshlaymiz. Xo'p, Hasan
bitta o'zi avtomatiski SMS turibdi, tayyor SMS. Xohlasangiz xuddi shu SMS o'zini ish beruvchiga yuborsangiz bo'ladi. Xohlasangiz o'zingiz ingliz tilida o'zingiz xohlagan narsani yozib ish beruvchiga tipa o'zingiz nomzodingizda taklif qilsangiz bo'ladi. Va bu yerda CV yuklashingiz kerak. Обязательно CV yuklash esdan chiqmasin. CV bu muhim narsa hisoblanadi. Именно shu ish beruvchidan javob olishlik uchun. Xo'p, выбрать fayl qilib CV ni yuklaymiz. Your CV is being uploaded. Bo'ldi. Successfully bo'ldi. Ya'ni biz apply qilish uchun CV ni yukladik. Receive a copy of this email ga ptichka qo'yib olsak, xudo xolisa xuddi shu jo'natilgan emailni kopiya variantini biz emailimizga jo'natib berishadi. Mana shu SMSni kopiya variantini. Apply for this job tugmasini bosamiz. Bo'ldi. Shu bilan mana shu ishga biz apply qildik. Ko'rib turishingiz mumkin, application sent chiqdi, ya'ni biz applicationimiz ish beruvchiga yuborildi. Endi inshaalloh ish beruvchidan javob kutamiz. Agar muvaffaqiyatli bo'lgan taqdirda, ya'ni bizni nomzodimiz qabul qilinsa, ular bizga shu ko'rsatgan emailimiz orqali o'zi aloqaga chiqishadi. Bu narsa juda ham bir oddiy ko'rinishi mumkin sizga, lekin hamma deyarli barcha konsalting firmalar xuddi shunaqa sistemadan foydalangan holda siz bilan bizga ish topib beradi. Yevropadan yoki boshqa davlatlardan ish topib, ishlarga hujjatimizni yuborib, viza hujjatlarimizni tayyorlab berishadi. Xuddi shunaqa strategiya bo'yicha ko'p holatlarda. Chunki O'zbekistondagi deyarli 90% dan yuqori konsaltinglarda rasmiy ish beruvchi yoki rasmiy homiylar bilan umuman shartnomasi mavjud emas. Ba'zi holatlardagina shartnoma mavjud bo'ladi. Ko'p holatlarda shartnoma mavjud bo'lmaydi. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa, shunchaki o'zingiz foydalaning va hech kimga pul bermasdan o'zingiz Angliyaga kelishga harakat qilib ko'ring. Inshaalloh Alloh nasib qilsa, shu yo'l bilan bemalol o'zingizga homiy topsangiz va ish qidirib, ish topib, Angliya vizasini olsangiz bo'ladi. Angliyada inshaalloh ko'rishamiz.